Hammaga annyeonghaseyo yorobun. Bugun men sizlarga koreankalar qanday kollagen, qanday dieta qilishlari haqida va teri rangini qanday ochartirish, oq qilish, shu mavzular haqida gapirib bermoqchiman. Birinchi navbatda kollagen menda aynan shunaqangi juda ham oz qolgan ichida. Aynan lavlagi tamlisi. Bu juda ham shirin va narxi jihatdan ham arzon. Mana shunaqangi jeleyni ko'rinishda bo'ladi. Ta'mi ham juda ham yaxshi, mazali. Va Koreyadagi eng birinchi o'rinda turadigan vaznni ushlab turuvchi laktovid hisoblanadi bu. Ta'mi ozroq nordonroq, lekin ishtahani yo'q qilishga, ishtahani qandaydir so'ndirishga olib kelinadi. Mana shunaqangi kukun ko'rinishida bo'ladi. Va glutathion. Bu shunaqangi plastina ko'rinishida, bu tanani rangini ochartirishga yordam beradi va tanadagi toksinlarni ham yo'qotishga olib keladi. Qandaydir detoks vazifasini ham bajaradi. Mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Bu o'zimizda hozir mashhur bo'layotgan Cinderella kapelnisalariga o'xshagan, faqat buni iste'mol qilinadi. Buni unchalik menga ta'mi yoqmaydi. Qandaydir dorilarni ta'mi keladi. Va xlorofil. Bu o'ta kuchli detoks hisoblanadi. Buni ozroq suv olib, yarim qoshiqda suvga aralashtirib, shunaqangi to'q yashil rangga kelguncha aralashtirib ichadi. Bu oshqozonni polностью tozalashga yordam beradi. Organizmdagi bor toksinlarimizni chiqarib tashlashga yordam beradigan suyuqliklardan biri hisoblanadi. Bu ham Koreyada juda ham mashhur bo'lgan brend. Menimcha, lekin bu Amerikaning brendi deb o'ylayman. Chunki hammasi Amerikada ishlab chiqarilgan deyiladi.